Yana bir bor assalomu alaykum azizlar, o'quvchilar, ustozlar. Mana biz Iris jamoasi tibbiy ko'rikdan, ya'ni ko'zlarimizni tekshirishlik uchun keldik. Bu maktabda o'zimiz ham o'quvchi bo'lib o'qiganmiz. 2003-yil mana ustozlar bilishadi, Zumrodxon ustoz ham o'qitgansiz. 2003-yil bu yerda o'qib 2008gacha o'qiganmiz. Ustozlar ta'lim berishga mana u paytda olimpiada zaxiralari bo'lardi. Nomi eng kuchli maktablardan biri bo'lgan. 32 bo'lsa, keyin Turk litseyi va 3-o'rin o'shalar qatorida bu maktab bo'lgan. Shu yerda bitirib, mana Alloh nasib qilgan ekan, Andijon tibbiyot institutiga kirib, bitirib kelib mana xalqqa xizmat qilyapmiz. Xizmatlarimizni Alloh qabul qilsin. Ustoz sizga rahmat, bergan ta'limlaringiz uchun rahmat. Bu hikoyatxon ustozimiz bugun yo'q ekanlar. Ko'raman deb kelgandim, o'shani berib qo'yarsizlar-a, nomimni. Xo'p. Bugun biz sizlar bilan miyopiya kasalligi haqida gaplashamiz. Nima uchun miyopiya kasalligi? Chunki sababi hozirgi kunda bu dolzarb mavzu hisoblanadi. Juda ham ko'payib bormoqda. Hozirgi shu ketishda bo'lsa 2050-yil miyopiya kasalligi qancha miqdorda ko'payib ketadi o'ylaysizlar? Telefonlar, kompyuterlar, virtual hayot rivojlangan sari bizni ko'zimiz mana shu jarayonga moslashadi. Adaptatsiya, miyani adaptatsiya funksiyasi borda, moslashib odam yaqin ko'rish refleksi ortib boradi, uzoqda ko'rish refleksi borgan sari kamayib, qisqarib boradi. Shunda miyopiya kasalligi rivojlanishi mumkin. Bu yerda mana ma'lumotlarga qaraganda 2050-yilga borib har 3 ta odamdan bittasida miyopiya kasalligi uchrashi mumkin. Ya'ni miyopiya kasalligi o'sha bilamiz minus nomerli ochki taqishlik, -1, -2, -3. Bu minus ochkilarimiz uzoqda ko'rishlikka yordam beradi. Qaranglar, mana shu yerda ikki xil rangli shrift turibdi, qizil va ko'k rangli. Sizlarga savol, qizil rangni kim tiniqroq ko'ryapti unga nisbatan? Mana. Ochki bilan qarasangiz ham mayli. Ochki bilan qarasangiz ham mayli. Qizil rangni ko'kka nisbatan tiniq ko'rib turganlar qo'lini ko'tarsin. Ko'k nisbatan sizlarda xira ko'rinyapti, to'g'rimi? Endi ko'kni tiniqroq ko'rib turganlar ham bormi ichimizda? Qizilga nisbatan ko'kni tiniq ko'rib turganlar. Ko'kni tiniq ko'ryapsizlar, ana. Mana shu hozir birinchi ko'targanlar, bular miyopiya kasalligiga moyil odamlar. Miyopiya kasalligida qizilni yaxshi ko'radi, ko'kni xira ko'radi. Nima uchun? Sababi fizika o'tganmiz, a? Bu yerda ranglar spektri bo'ladi. Mana qizil rangni nimasi to'lqin uzunligi kattami yoki ko'k rangda to'lqin uzunligi kattami? Qizildiki, to'g'ri. Ko'k rangda to'lqin uzunligi qisqa 500 atrofida bo'ladi. Ko'k qizildiki 700 dan yuqori bo'ladi. Bag'i endi tomiri ko'zda. Mana yerda nimalar, nervlar bor. Bag'dan nur kirib turib ko'k rang desak, ko'k rang mana bu ko'zning shoh pardasi va gavhari. Ikkovidan sinib o'tganda ko'k rangda to'lqin uzunligi qisqa bo'lganligi uchun bu sinishi kuchli bo'ladi. Sinib oldinroqqa tushadi. Shu hisobiga miyopiya kasalligiga moyillar va miyopiya kasalligi borlar mana bu rangni xiraroq, yoyibroq ko'radi. Qizilni tiniqroq ko'radi. Qizil rang to'lqin uzunligi yuqori bo'lganligi uchun bu nuri uzoqroqqa boradi. Uzoqroqqa yetib boradi. O'shaning uchun sababi. Xo'p. Narigi ko'k rangni tiniqroq ko'rib turganlar gipermetropiyaga moyil hisoblanadi. Gipermetropiya nima edi? Bu plus nomer. Ko'zda plus nomer bo'lishi. Miyopiya minus nomer bo'lishi. Endi miyopiya kasalligi o'zi nima? Ko'zda qanday o'zgarish bo'ladi? Kim aytib bera oladi? Yaxshi aktiv qatnashganlarga sovg'alarimiz bor. Tushunchamiz bormi? Xo'p, nima uzayadi? Ko'z olmasi, to'g'rimi? Ko'z olmasi cho'zilib ketadi. Ya'ni mana normal ko'z mana fokus to'rpardaga to'g'ri tushyapti. Mana bu endi miyopiyaga kasalligiga uchragan ko'z.
ko'z olmasi katta bo'lib ketib qolyapti va fokus oldinga tushyapti. To'rt pardani oldiga tushyapti. To'g'ri aytdingiz. O'zi miopiya degan so'zni ma'nosi nima desangiz, mio degani bu qisish degani. Opiya degani ko'rish degani, qisib ko'rishlik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha miopiya uzoqda ko'rish uchun ko'zni qisadi bunday qilib, tiniqroq ko'ray deb. O'shandan kelib chiqqan. Miopiya qisib ko'rish degani. Xo'p, o'zbekchasiga uzoqda ko'ra olmaslik desa ham bo'laveradi. Tarjimasi. Miopiya kasalligining sabablari. Kasallikning sabablarini bilmagunimizcha uni davolash haqida gapirmasak ham bo'laveradi. Sababini albatta bilishimiz kerak. Sabablari. Birinchi o'rinda demak, hozirgi kunda asosiy omil virtual hayotning kuchayib borishi. Telefon, gadjet, kompyuter, notebook shu narsalardan ko'p foydalanish bizni ko'zlarimizga spazmlar, gavharni funksiyasini buzilishlariga sabab bo'lyapti. Keyingi sabab o'sha soatlab yaqin masofaga qarab yozib o'tirishlik, dars qilishlik, kitob o'qishlik, yaqin bilan ko'p ishlashlik hisobiga ham shu holat bo'lyapti. Refleks, odatlanib qolish. Ya'ni miya shunday moslashuv jarayoniga egaki, agar odam yaqinga qarab yozaversa, o'qiversa, miya o'ylaydiki, bu odamga uzoq kerak emas ekan deb tushunib qoladi. Uzoqda ko'rish refleksi borgan sari susayib boradi, keyin uzoqda yozuvlar o'z-o'zidan ko'rilmaslik paydo bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Yaqin bilan ko'p ishlayotgan turgan odam o'z-o'zidan uzoqqa boshqa payt, yaqin bilan ishlamay turgan paytda oyog'in tagiga qarab yurmasdan uzoqdagi yozuvlarga, mashina nomerlariga, reklama yozuvlariga qarab yurish kerak bo'ladi. Keyin aqliy mehnat bilan ko'p uzoq vaqt shug'ullanganlarda ham miopiyaga moyilligi ortadi. Sababi aqliy mehnat ko'zning quvvatini pasaytiradi, chunki miya neyronlardan iborat, ko'z ham neyronlardan iborat. Mana bu qismida ko'z neyronlari bor. Ya'ni ko'zimiz miyaning bir qismi. Miyamiz charchagandan keyin ko'zimiz ham charchaydi avtomatik, bir-biriga bog'liq, proporsional. Ko'zimiz charchagandan keyin o'z-o'zidan ko'rishlik qobiliyati pasayadi. Xo'p, jismoniy mehnat ko'zning quvvatini oshiradi, bilib olinglar. Albatta, jismoniy mehnatni kun tartibimizga qo'shishimiz shart. Mana sinfda tanaffus bo'ladi, albatta 40 daqiqadan keyin 5 minut tashqariga chiqib, qonni aylantirib, uzoqlarga qarab, ko'zda ham spazmini yoyib va qonni aylantirib jismoniy faollikni ta'minlab kelishimiz kerak. Kun tartibida albatta yarim soat tellab jismoniy harakat bilan yoki sport bilan shug'ullanish kerak. Shu narsa ko'zimizni quvvatini oshishiga sabab bo'ladi. Xo'p, ko'k rangni gaplashdik, sabab ta'sirini, noto'g'ri ovqatlanish, depressiya, siqilish, stresslar ham mana sizlar hozir institutga kimlarni plan qilgandir, institutga kirish, kim mana institutga kirmoqchi? Qo'lini ko'tarsin, institutga kirmoqchi bo'lganlar. Mana deyarli 99%. 99% odam institutga kirmoqchi. Xo'p, endi sizlarga savol. Institutga kirish uchun nima qilmoqchisizlar? Qaysi o'qish usulini tanlamoqchisizlar? Kimdir Votoqqa borib o'qimoqchi, kimdir Mendeleyevga bormoqchi, yo hozir biz qatnayapti, kimdir repetitorga qatnamoqchisizlar. Endi sizlarga bitta tavsiya, maslahatim, qaysi kasbni egallashlarga qarab turib, hozir zamonaviy, ya'ni xususiy o'qitish nimalari chiqib ketgan. Ya'ni to'g'ri institutga kirib o'qishlik afzal, lekin hozirgi kunda bilyapsiz, test jarayonlari odamlarni ko'ziga ancha nagruska keltiryapti. Test imtihonlardan o'tishlik uchun 12 soatlab, balki undan ham ko'p o'qish kerak bo'lyapti. Yodlash kerak bo'lyapti, bir narsa qilish kerak bo'lyapti. Bu o'z-o'zidan ko'zimizga va ruhiy holatimizga ta'siri bor. Ya'ni abituriyentlarda asosiy nimasi depressiyada bo'ladi. O'qishga kiralamanmikan, yo'qmikan deb siqilib nimalardan ya'ni ham ko'zga nagruska bo'lyapti, mana omil, keyin siqilish bo'lyapti. Ya'ni depressiya, o'qishga kira olamanmi, yo'qmi degan fikr, mana shu narsalar ta'sir qilib turib, uni ko'zini kasalligiga sabab bo'ladi. Miopiyaning rivojlanishiga asosiy omillardan biri bo'ladi. 20 minut o'qib, 20 minut o'qigandan keyin 20 soniya 20 metrga qarab turishlik. Shunda hali aytib o'tgan spazmga uchrab qolgan mushaklar dam oladi. O'sha hozirgi o'qish sharoitlarida ham va abituriyent bo'lganlaringda ham albatta shu qoidaga rioya qilinglar. 20, ya'ni 20 minut o'qiysiz, 20 soniya 20 metrdagi uzoqlikdagi bir predmetga qarab turish kerak. O'shanda ko'zning ichidagi haligi spazm bo'lib qolgan gavharni qavarliqlashtirib turgan mushaklarni bo'shashtirgan bo'lamiz. Endi bu yerda zamonaviy tekshirish usullari.
miyopiya kasalligini. Biometriya, Aladdin. Bu Aladdin apparat nima qilib beradi desa, bu ko'zni diametrini o'lchab beradi. Mana qaranglar, 5 yoshda 22 mm bo'ladi. 7-8 yoshda manaqa. Har bir yoshda ko'zni olmasi o'sib boradi. 18 yoshda mana 23,5-24 mm bo'ladi. Bu normal o'sish. Endi ko'zni olmasini har 1 mm ga kengayib kattalashib ketishligi bu -3 nomer paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ko'zimizda -3 nomer paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi zamonaviy davolash usullari. Xo'p, lazer korreksiyani chiqarib yuboramiz, chunki bu 20 yoshdan keyin qilinadi. Hozir bizga foyda bermaydi. Lazer korreksiya nima uchun 20 yoshdan keyin qilinadi? Sababi lazer korreksiyada necha nomer paydo bo'lsa, ya'ni ko'zimiz va tanamiz o'sishdan to'xtash kerak. Hali biz o'sishdamiz. O 23 yoshgacha o'sib boradi ko'zimizning diametri ham. U diametri o'sgan sari yana minus nomer paydo bo'lib ketaveradi. O'shaning uchun bitta nomerga to'xtagandan keyin, misol uchun -3, -4 paydo bo'lgandan keyin o'sha shakllangan nomerni olib tashlaydi lazer apparat. Xo'p, keyingi davolash usullari, dori bilan davolash. Asosiy miyopiya kasalligini davolashda 3 ta etapga e'tibor berishimiz kerak, 3 ta usulga. Birinchisi demak moddiy dori bilan davolash. Bunga har qanday ukollar ham, dori vositalari ham, oziq-ovqatlar ham kirib ketadi. Keyingi ikkinchi davolash usulimiz bu maxsus psixologik mashqlar. Maxsus psixologik mashqlar bularga nima kiradi deyilsa, Mirza Karim Norbekov degan odam bor. O'sha Mirza Karim Norbekov shu ko'zni ochkidan chiqarib yuborish, minus nomerni yo'qotib yuborish yo'lida maxsus psixologik mashqlar ishlab chiqqan. Muallif o'sha tentakning tajribasi, mana kitobni bering. Mirza Karim Norbekovning tentakning tajribasi mana. Buni ikki uchlari ham bor. Shart emas, shu birini olishlaring kerak, o'qishlaring kerak. Mana shu kitobda mana yoxud ko'zoynaksiz hayot sari degan ma'noda. Mana ko'zoynak rasm qilib qo'ygan. Bu yerda orqada muallif haqida jicha ma'lumot kelgan. Shu kitobda tushuntirgan muallif qanday kayfiyatda, chunki mashq qilishda eng asosiysi maxsus ruhiy holat kerak bo'ladi. Shunchaki mashq qildim-demdek qilishlik bilan davo bo'lmaydi. Bu bitta narsani bilib qo'yinglar, asosiy davo hisoblanadi mashq. Buni dori-darmon, oziq-ovqat, bular ikkilamchi, qo'shimcha davo hisoblanadi. Bu mashq haqida kim eshitgan? Qo'lini ko'tarsin-chi. Mashq bilan ko'zni zreniyasini to'g'rilash haqida eshitganmisizlar? Mana bir kishi eshitgan ekan. Mana shu ma'lumotni beraylik deb keldik-da o'z aslida. Shuni shug'ullansalaring, mana ko'p hozir ko'ryapman, ko'pchilik ochki taqyapti shu yerda, 50% dan oshiq odam. Albatta, ochkini -3 taqsangiz, 10 kundan keyin -2 ga tushasiz, yana 10 kundan keyin 1,5 ga, 1 ga shunaqa qilib ochkidan chiqib ketish mumkin. Faqat hamma gap o'zingizda bo'ladi. Muallif aytganidek, mashqlarni birinchi tana mashqlarini, keyin ko'z mashqlarini, jadval bilan ishlash mashqlari bor. Bunaqa jadvalni o'zlaring uylarga chiqarib olsalaring ham, ish qator topib olib turib, shug'ullansalaring zo'r effekt beradi. Bu demak asosiy davolash usullaridan ikkinchisi. Endi uchinchi tomoni bor. Bu bizni ko'zimiz bilan to'g'ri foydalanish. Ya'ni o'qiganimizda masofani saqlashimiz kerak. Hozir o'qiganimizda masofani saqlashimiz kerak. Keyin yorug'lik albatta yetarli bo'lishi kerak. Quyosh nuri ko'zimiz uchun juda katta foydaga ega. Buni lampochkalar tabiiy yorug'likni o'rnini bosa olmaydi. Bunda ko'k rang kuchli hisoblanadi, o'shaning uchun ko'zimizga zarari bor. Tabiiy quyosh nuri ko'zimizning neyronlarini, o'sha mana tubidagi nervlarni oziqlantiradi. O'shaning uchun imkon qadar kunduzi dars qilinglar, abituriyentlik paytlarida ham, kechasi darsga qoldirmanglar, kechasi qilmanglar dars svet yorug'ida. Kitob bilan, telefon bilan masofa qancha bo'ladi deb o'ylaysizlar? Qancha bo'lishi kerak? Necha santimetr? Yo'q, 30 kam. 40 dan yuqori bo'lishi kerak. 30 buncha xolos, 30 juda qancha imkon qadar uzoqlashtirsalaring shuncha yaxshi. Yaqinlashtirganingiz sari miyopiyaga moyillik oshaveradi. Spazm kuchayaveradi-da. Xo'p, keyin demak atropin bilan davolash usuli ham bor. Atropin bu nima desangiz, atropin ko'zni ichidagi mana gavharni mushaklarni bo'shashtirib, spazmni bo'shashtiradi. Uni 6 oy davomida quyasizlar, faqat kechqurun quyiladi. Sababi kunduzi quysalaring qorachilik kengaytirib, ko'zlarni xiralashtirib, quyoshga
qamashtiradi. O'shaning uchun kechqurun quyish kerak. Endi maxsus Mia Smart ko'zoynaklari. Bu endi zamonaviy davolash usullariga kiradi. Olimlar, xitoyliklar o'ylab topdi, miopiya kasalligini davolashda Mia Smart ochkilarini ta'sirini o'rganib chiqdi. Gonkong universitetida tajriba qilindi 6 yil davomida. Shunda 60% holatda Mia Smart ochkilari miopiyani o'sishini sekinlashtirdi va 15-10% holatda to'xtatdi batamom. Mana shu sizlar yoshlang degan odamlarda o'tkazdi. O'shalarda demak 10-15% holatda o'sishini to'xtatdi. -2 bo'lsa -2 gacha ushlab qoldi. Mia Smart ochki taqqanlar. Ha 60% holatda sekinlashtirdi. Xo'p, Mia Smart ochkilari qanday ishlaydi degan sal ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. Buni markaziy zonasi bor va periferiya zonasi bor. Mana markaziy zonasi bizni tiniq ko'rishimizga yordam beradi. Mana bu yerdan kelib turib, nur mana bu yerga yordam beradi. Mana endi periferiya zonasidan qaranglar, nur fokuslanib sinib o'tib turib, periferiyaga tushyapti-da, buni fokusni oldinga siljityapti. Oldinga siljitish natijasida nima bo'ladi? Miyaga impuls ketadi-da, ko'zni o'sishdan to'xtatish kerak degan miya ko'zga vazifa beradi. Ya'ni ko'zimiz yoshimiz o'tgan sari o'sib ketavermaydi. Chunki fokus oldinga tushyapti. Ha, oddiy ochkini agar mana oddiy ochkini ko'ringlar. Mana oddiy ochki, mana oddiy oynak, ko'zoynak. Mana Mia Smart. Oddiy ko'zoynakda mana bu yashil chiziq ko'zni orqa devoriga o'tib ketyapti, ko'ryapsizlar. Mana neyrondan o'tib ketyapti. Shu hisobiga bunda miya to'xtash funksiyasini bermaydi ko'zga. -2, -3, -4 bo'lib o'saveradi. Mia Smartda mana o'rta tiniq ko'rinadi, o'rta masofa. Chekka jicha baqa qochganligi uchun fokus. Bu ko'zni rivojlanib o'sib ketmaydi, 3, 4, 5 bo'lib ketmaydi. Xo'p. Mia Smart ochkisining ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman, ochki taqib turganlarga Mia Smart ochkilariga o'tsalaring, albatta o'sha yildan yilga o'tgan sari nomerlaring o'sib ketmaydi. Shu ko'zdan shikoyati borlarni nima qilib ko'rishlarini bitta tekshirib nima qilaylik.